Erkaklik quvvatini oshiruvchi top 3 ta ichimlik. Agar siz mana shu ichimliklarni 30 kun davomida ichadigan bo'lsangiz, siz albatta o'zingizda o'zgarishni sezasiz. Birinchisi asal va imbir. Ertalab och qoringa 1 stakan iliqroq suvga 1 choy qoshiq asal va 1-2 dona imbir yoki bo'lmasa quritilgan imbirning kukuni qo'shilib ichilsa, kun davomida sizda energiya zo'r bo'ladi va immunitetingiz mustahkamlanadi. Ikkinchisi bo'lsa limon va asal qo'shilgan ichimlik. Bu qanday tayyorlanadi? Ertalab och qoringa 1 stakan iliqroq suvga 1 choy qoshiq asal va yarimta limon suvi qisib 30 kun davomida iste'mol qilinadi. Qandli diabeti bor, ya'ni saxar bor bemorlar uchun bu ichimlik tavsiya etilmaydi. Uchinchisi bo'lsa anor sharbati. Kun davomida 1 stakan anor sharbatini ichish qon tomirlarini kengaytirib berib, olatga qon kelishini yaxshilab beradi va sizda jinsiy muammolar uchramaydi. Agar siz yuqoridagi ichimliklarni 30 kun davomida iste'mol qiladigan bo'lsangiz, testosteron darajasi yuqori bo'lib, energiyaga boy bo'lib yurasiz. Siz bundan tashqari erkaklik quvvatini oshiruvchi tabiiy qanday ichimlik turlarini bilasiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.